2026 yilgi Porsche 911 turbo avtomobil sanoatida yana bir inqilobiy qadam bo'lib, u afsonaviy 911 merosini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtiradi. Ushbu model nafaqat tezligi, balki mukammal boshqaruv tizimi, hashamatli interyeri va kundalik foydalanish qulayligi bilan ham ajralib turadi. Porsche muhandislari har bir detal ustida ishlagan va natijada sport avtomobillari orasida yetakchi o'rinni saqlab qoladigan kuchli model taqdim etilgan. Tashqi dizaynda klassik 911 silueti saqlanib qolgan bo'lsa-da, 2026 yilgi versiya yanada aerodinamik ko'rinishga ega. Old bamper kengaytirilgan havo kirish teshiklari bilan jihozlangan. Ular dvigatel sovishini yaxshilaydi va yuqori tezlikda barqarorlikni oshiradi. Yangi avlod LED matri farlar tungi haydashni xavfsiz va qulay qiladi. Orqa qismda faol spoiler avtomatik ravishda tezlikka qarab moslashadi. Bu esa yo'lga bosimni oshirib, avtomobilni yanada barqaror qiladi. Yengil alyuminiy va kompozit materiallardan foydalanish vaznni kamaytirib, tezlanishni yanada samarali qiladi. Kapoti ostida 3.8 litrli 2 turbinali bokser dvigatel joylashgan bo'lib, u 620 ot kuchi atrofida quvvat ishlab chiqaradi. 8 pogonali pik uzatmalar qutisi chaqqon va silliq almashinishni ta'minlaydi. Dan 100 km/s tezlikka atigi 2.7 soniyada chiqadi. Maksimal tezligi esa 320 km/s dan oshadi. Toliq gildirakdan tortish tizimi va Porsche Traction Management tizimi har qanday yo'l sharoitida mukammal nazoratni ta'minlaydi. Adaptiv osma tizimi esa sport va Sport Plus rejimlarda avtomobil xarakterini o'zgartiradi. Ichki salon yuqori darajadagi hashamat va texnologiya bilan jihozlangan. Raqamli asboblar paneli aniq va tushunarli ma'lumot beradi. Markaziy sensorli ekran orqali multimedia, navigatsiya va avtomobil sozlamalarini boshqarish mumkin. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Sport o'rindiqlar ergonomik shaklda ishlab chiqilgan bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylikni saqlaydi. Premium audio tizimi esa yuqori sifatli ovoz taqdim etadi. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada. Adaptiv cruise nazorati, yo'l chiziqlarini ushlab turish tizimi, kor nuqta monitoringi va 360 darajali kamera mavjud. Kuchli tormoz tizimi, karbon keramik disklar bilan jihozlangan bo'lishi mumkin. Bu esa yuqori tezlikda ham ishonchli to'xtashni ta'minlaydi. Yoqilgi samaradorligi yaxshilangan bo'lib, yangi dvigatel boshqaruv tizimi va aerodinamik optimizatsiya tufayli sarf kamaytirilgan. Shuningdek, haydash rejimlariga qarab avtomobil xarakteri o'zgaradi. Normal rejim kundalik foydalanish uchun mos, Sport va Sport Plus esa maksimal adrenalinni taqdim etadi. Porsche kompaniyasi yana bir bor o'zining muhandislik mahoratini namoyish etdi. 2026 Porsche 911 turbo nafaqat superkar darajasidagi tezlik va quvvatni, balki kundalik hayot uchun qulaylik va ishonchlilikni ham taklif etadi. Bu model tezlikni sevuvchilar, premium sifatni qadrlovchilar va haqiqiy haydash zavqini his qilishni istaganlar uchun mukammal tanlovdir.